bachadonani yopishi bilan 2 oydan keyin bitta yolg'iz farzandlari xo'jayinlari, ya'ni turmush o'rtoqlari avtohalokatda halok bo'lgan. 1 oy oldin bemorim DXS bo'lgan bachadonlarni ochish uchun murojaat qilib keldilar. Bilishimcha, ularda bir marta tug'ruq bo'lgan. Men hayron qoldim. Nimaga bitta tug'ruqdan keyin bachadonlarni yoptirgansiz dedim. Aytishlari bo'yicha qaynonalari bilan kelishmovchilik bo'lgan, ularga achchiq qilib yoptirganlar. Endi u yog'i oxiriga yetmadim, u yog'i qorong'u. Xo'p dedim, o'sha paytda bachadonlarni yopishga, bitta farzandga rozi bo'lgansiz, unda nega ochtirmoqchisiz deb so'radim. So'rasam aytayaptilar, o'sha bilasizmi deydi. O'zim ham juda ham ta'sirlandim shu gapdan. Bachadonlarni yopishi bilan 2 oydan keyin bitta yolg'iz farzandlari, xo'jayinlari, ya'ni turmush o'rtoqlari avtohalokatda halok bo'lgan. Endi tasavvur qiling, u ayolga er yo'q, bitta bola yo'q, yana bachadonlar yopiq. Endi bir necha yildan keyin turmushga chiqqandan keyin endi tug'ish kerak, homilador bo'lish kerak. Achinarli holat, bular laparoskopik, ya'ni xalq tilida lazer deydi. Lazer usulida yoptirganlar bachadonlarni. Masalan, laparotomiya, ya'ni kesib boylanganda ham unda agar qaytadan ulashda iloji samarasi ko'proq edi. Endi bularning yo'lida asosan bularga eko samaraliroq. Ekoga bilasiz, katta mablag' kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, aziz ayollar, agar sizda DXS qilish niyat qilgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'ylang. Bu butun umrlik kontratsepsiya hisoblanadi. Ya'ni siz keyin homilador bo'lishni istab qolishingiz mumkin. Bu vaqtda orqaga qaytib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bir ishni o'ylab qiling.